programmasi Nava sahnasi şadlık sahnasi. Ularda Nava programımızda mukofotga erishgan mahirlarimizga mo'l mukofot buyumlarimiz bor, shundoq Ramila. Albatta, haftalik yulduzimizga Xinjiang Mashrab elektr uskunalari chaqirish shirkati yangidan bozorga solgan shakli ko'rkam to'q tejashlik eng yangi tipdagi Mashrab markali to'natqo bilan mukofotlaymiz. Aylık çempiyonumuzga Xinjiang Mashrab elektr uskunalari chaqirish shirkati yangidan bozorga solgan shakli ko'rkam to'q tejashlik eng yangi tipdagi 3500 yuan qiymatidagi 4 eshikli to'natqo. Albatta, yana bizning yillik chempionimiz Merkezi Televiziya stansiyasining Parlaq yo'l programmasi, ya'ni Xinguangdada programmasiga bevosita qatnashish salohiyatiga erishalaydi. Programımız ko'rmanlarimiz uchun ishlaydi. Programımız albatta ko'rmanlarimizga to'xtamay rahmatini bildirdi. Albatta bugungi programmamizga qadam tashrif qilgan qari ko'zlarimizga ko'ngil so'g'imiz bor. Xinjiang Chin Nuri Biofan texnika cheklanish shirkati ta'minlagan shubisiz ishlangan Chin Nuri mahsulotlarini sotib olishga bo'ladigan 60 yuan qiymatidagi iste'mol kartasi qabul qilgaysizlar. Qabul qilgaysizlar. Mana hozir Nava programmamizning tunji bosqichiga kirish oldi turadimiz. Bizning tunji bosqichimiz bizning naqshimiz. Yürü
başlap mayli maktabda bo'lsin yoki oilalarda mayli tuqqanlarchiliklarda bo'lsin ish qilib kim meningdan sening orzuying nima deb so'rasa men ularga kino cho'pinish orzuyim bor deb javob berdim. Shunday san'at bilan qisqashtirib haddidan ziyod ish to'g'andash daqiqalarda televizordan bir e'lon ko'rib qolsam bo'ldi. Nova programmasi, yangi nova programmasida bu programmaga 7 yoshdan 70 yosh har qanday odam qatnashib o'tganda bosh u deb un telefonni yuzboq cho'ndan qo'yib ketdi. U men qatnashmayman programmaga. Shunda ay to'xtatdi cho'ndada men beshib qatnashay, anadan sen qatnashmabsan. Men o'zimni qo'limdan jariy qildim. Bosh tomoshabinlarning ko'rganning ko'zini uchiqirib birinchi bo'lay. Anadan sen qatnash, sen ko'rgansan. Sen bilan ikkimiz birga qatnashmamdi. degandim shuna cho'nta intan hayajonli yaxshi bo'ladim deb o'xtab ketdim men. Ishqilib mayli cho'nglar bo'lsin, mayli kichiklar bo'lsin, hammamiz mana shunday biz talantimizni joriy qiladigan mana bunday bir sahna bo'lgandan intan xursand bo'ldim. Bundaqda mamnun bo'ldim. Aldın ko'rganingizga salmoz bilan yetkazadigan. Assalomu alaykum. Nova programmasiga qatnashgan barliq mehribon ko'rmanlar. Umaq tat ilingrina qabitin amingizga o'tliqsida. Hazır bizimki mahirimiz bağan siri sahnadan qo'rqmayotdi. O'z uyida ketib ichib ketyapti. Sababi Nova programmasining quchqining kengligida. Senin şu gap qilishingda obayda anlasam bir yerda qandaydir mana shimal provatı. Men qo'l shiydim. Qana, demidimmi? Qo'l shibilirdim. Qo'l shiydim. Qo'l shidimmi? Ahmet akam kulib ketdi, Ahmet akam. Axir qilishdim biz keldi-da. Undaqda Rinat. Nova programmamizga kelgandan keyin siz televizorda programmamiz ko'rsatilgandan keyin ma'lum darajada ko'rmalarımızın orasida bir cho'lpon aylansiz shundaqmi? Keyingi turmushingiz qanday ta'sir bo'ladi? Menimcha Mamunda o'qirab balkim hazirayim qankam shunday yaxshi ko'rdim balkim hammas meni Rinat qanka deb meni yaxshi ko'rishmoqda. Unda qo'shchi manda qilaylik. Siz qarsan boshdan oxir Abdurin bilan shundoq yaqin munosabat bo'lganingizga Abdurin bek amroqkansiz shundaqmi? Unda bo'lsa bugungi programmamizda naqsh aytib Nova programmamizning Kechirim. Undaqda bugungi programmamizda siz qanchacha o'tkalgicha mengishingizdan qat'iy nazar, mayli chempion bo'ling, mayli qanchacha o'tkalgicha menging, oxirida biz sizga shu qon degan laqabni birini sovq qilaylik unda bo'lsa. Buningdagi Rinatqan. Qan, sen qarangmi? Endi ketaveramiz ya bo'l oldigan narsangiz ap bo'ldingiz. Keyingi bosqichlarga qatnashmaylik. Ma'qul. Ya undaqsa maydi-ku, bunansa. Ya undaqsa maydi-ku. Qani hamsi Rinatqan, aramag'ashtiring. Rahmat. Sizning qilayimizga naqshni qilib qilib qandoq Qani, marhaba.
Türkçeleşeceğim şu küçük vaktimden tartıp ben şu çoğun adamla okuşçulu çıkmalı tutlarını tam ünlüdüm. Onun gibi 4 yaşından başlayıp tutlarını Ravuz bir müzikini bir Ravuz çalavaya kalkım. Maqtınlıq navada çüpür çoğun özgüreş boğun işçik vallahi çoğundan qatnası bugün yerdin dünyanı görüp şu qatışıp özümün qabiliyetini bir göz tutmaq edir. Assalomu alaykum Murodil. Assalomu alaykum Murodil Saqan. O'tirg'a. Voy sen nimda sho'x, sen nimda tetek, sen nimda yomon. Nova programmamiz qatnashgan kichik cho'lponlarimizdan tunji o'g'ilmayirg'i deyman a. Ha, shu yeshi 12 keladi ba tunji o'g'ilmayirmiz. Mana shu Murodilningki bir qaysi bir mashrabda shu bizningki talantli naqshimiz realiyatiki bilan aytgan bug'do degan naqshimi? Ha. Ikki misra aytib bersam bo'ptiki. Ma'qul. Iyo, javob. Qomatlik yaralgan buğdan Babri omatlik yaralgan buğdan Mertni qorurni simmoli buğdan Murodil shu bizningki bugungi haftalik yulduzimiz bo'lishga ishonching bormi yo'qmi? Ishonchim bor. Ishonching bormi? Ishonchiga texim bir ishonch qo'shib bersak tomoshabinlar. Shunda bir chavos chalaysak. Rahmat. Unda qilsam Murodil keyingi bosqichlarga o'tan tayyorlik to'yiga chaqiramiz. Ma'qul, rahmat. Unda qilsa endi saytimizda 3-nomerlik mayirimizga basak. Qani, marhamat. Marhamat.
xalq maksimumga ölmedi var. Anlayan kişi bir xil huzur berip sohbet yapıldı. Baram sen vay dinim ondan Nava programımızda geçimdeki maksat öyle. Benim babam biz hem de üçümüz Ali mektep okuqlarda shunchalik qiyinchilikda o'qitgan bizni. Hammamiz tam o'qish ketganligimiz uchun o'qish bo'ldi, turmush bo'ldi. Jafolar bilan o'qigan. Shu vaqtlarda tartibdagi ishtaq sahnada chiqib o'zimni ishtaq talantni bir namoyon qilib qilsam bo'ldi deyman. Tayyorlar bilan kelib shu programma qatnashib Assalomu alaykum, Fazliya, sizni qachonlasiznik? Voy, nima yig'larkan? Keling. Yig'lama unda. Yig'lagan ekan, bir hafta ko'rsatayli. Nava sektimizga kelishdagi maqsadingizni bayonlab o'tdingiz. Nava programmamiz orqali biz bilan o'rtoqlashganingizga chin ko'nglingizni rahmat aytamiz. Siz ko'ngil sirlaringizni bizga aytdingiz. Bizning sizga berdig'imiz muhabbat, olqish. Shu sevimli anangizning orzusini reallikka aylantirish uchun tirishchanlik ko'rsatibsiz. Albatta, shu anangiz uchun yaxshi natijalarni qo'lga keltirishingizga chin ko'nglingizni tilaklaymiz. Qani, bundaqda sizga omad tilaymiz, aramag'ashtirib. Nava sekmisiga g'ayrat bu. Shuningdek, nava sekmisi sizlarningda shunaqmi ko'pchilik? Yig'inning keyinda bir xo'shallik bormi? Shuningdek, bizning keyingi maketlarimizning kelgan nomerlarini birlikda ko'rib boqaylik. Marhamat. Marhamat. Deganda yana bir nurg'un jihatdan tushunsak bo'ldi-ku, masalan, siz bir ishni, ma'lum bir ishni siz bek astoydillik bilan qilib oshirayotgansiz, siz ma'lum bir darajaga ochiqdingiz, uni ifodalaydigan bir gap yo'q. Masalan, shunga o'xshash bir hissiyat ko'rasiz. Tomoshabinlar menimcha bu naqshni bek yaxshi ko'rdigan tomoshabinlar. Nayt Jusqon navosatimizni bak qildi. So'rab baqsam ijodiy naqshmi? O'zimning ijodiy naqshim shu navo kelgan ekan deb
misal bir yaxshiroq bir naqshi bo'lsin deb shu Navoiy shartlig'i deb yozgandim. Navoiy shartlig'i. Voy, rahmat. Bizga atab yozgan naqshingiz ko'p rahmat, Hasanjon. 5-numurluq Mahirimiz sahnamiz sizga qoldi. Marhamat. Marhamat. Aldı bilan o'zingizni bir tanishtirib o'tamsiz. Men Vetla oblast Yaşanasdan Rahmatdan Qasimdan sizlarga o'tliq salam. Voy rahmat. Aytasiz qoling, rahmat qo'shimdan o'tliq salam chalchamaydi. Bir mana deydi sizni bek bo'sh gap qildi, ovoz bek bo'sh deydi. Bugun Navada bir rekordni buzaytaylik, bir chingtang mendan o'tliq salam degan gapni qaytadan kelaylik-chi. Chingtang. Mendan sizlarga o'tliq salam. Men shunday his qildim. Sizda ham ko'zingizda bir mung bor. Ondan hech kimga demagan bir sirlaringiz bo'lishi mumkin. Agar Abdurahmonimiz ikkimizni ham bizning ko'rganlarimizni o'zingizning qeyrintishingiz deb ko'rsangiz, shu o'zingizning qalbingizdagi shu sirlarni yashkangiz bormi yoki ko'zingizdagi shu mungning sababini deb bera olasiz? Mening bu ko'zimdagi mung o'zimning bir ishqa bek o'kinma u bo'lsin. Müş, nakşı cihetten yaxşı bir terbiye olamalı mümkün.
sababini so'rsam bo'lamdi? Sababi shu. Bu naqshchilik kasbiga shunchalar endi iqtisod ketgan. Bunchalar iqtisodni aslida to'plab bo'laman. Qara. Iqtisod sababi. Men senga o'qib qara. Shu iqtisod ketmaydigan ustozning birini deb beraymi? Bo'ldi. Ana, ustozimiz Dilshod akam. Sana ustoz, sana qarindosh, eng yaqin qarindosh desak bo'ldi. To'g'ri. Xotirjam bo'l. Dilshod Men aka. sen keltirib berma. Lekin o'yinam Dilshod aka. Birimizning gap so'zini anglagandan keyin siz meni ishni nima o'xshash hissiyatda bo'ldingiz. Nurg'un narsalarni degingiz va haqchan. Mushundaq bir va'dani og'zingizdan ovog'imizda bayon abdurimishkimiz shundaq deyishdi. Mush inimizga bir ustoz deb bergan bo'lsak deb. Mushiyada sizlardan boshqa sizlardan ortiq yaxshi ustoz yo'q. Haq olmaydigan asosda mush inimizni bir tarbiyalab qo'ygan bo'lsangiz aka. Bo'ldi, tunaqa. Bana Rimqa degandek haqsiz ma'lum men. Rahmat. Ko'dingmi? Qanday vaqtida vaqting bo'lsa, menga telefon bilan aloqalashsang, chatoq qo'nadi sana. Ajab yaxshi. Dilshod aka bu nomerni beray. 136 to'q bu yerda duya. Bu siz uchun katta mukofot bo'ldimki deyman G'ufkam. Bu men uchun katta mukofot, men uchun bir cho'ng xo'jalik bo'ldi. Anda olsa keyingi o'tganlar bormasaqmi bo'ldi ekanda endi. Uning bo'lsa settiradi. Xo'sh, undaqda baholg'uchilar nimalarni deydi ekan birlikda? Rinat. Nomering pek yaxshi. Komediyalik bir xil ashiqning mashu. Ham shu komediyalik, ham manlik ashiq har xil pek yaxshi bo'ldi. Rahmat. Sog' tilayman. İki yıllık mayırımız Muradil 12 yaş. Sendeki hareketler hoşunda canlılık yaxşı. Sağlamet dileyme. Rahmet. 3 yıllık mayırımız Zilya. Leyli Gül degan nakşa, bu nakşının şu kıyılık derecesi biraz teserek. Orulmakın biraz kıyın. Siz bu nakşının ait yaxşı, müstekim, toluk oruladınız, sendeki cevaptınız hoşunda yaxşı. 4. numaralı mayırımız Rock. Bunun için biz mensel keskin sırtıdarak Rock diyen narsalarga. Şu anda bunu aytı yaxşı hazırlandım. Rahmet'in bayatın deydiğini sana dep oldu. Ballarınca yettin, sahneye çıktın, kandalımsa 2 muallimni tep aldın. Bo'ldi bari. Sana bunu degan dersini berib turmiz. Bizning tirishchiliging qanchaligiga qarab. Qanday vaqtimiz izlasang bizning vaqtimiz bo'lsa, birin jam bo'lib, sana dersini o'taveramiz. Rahmat, Dilshodga rahmat. Bugungi mayillarimiz shunchalik jo'shqin. Birinchi maydonda Rinatninki maydonga sahnaga chiqishilam shunchalik hammamizni hayajonga soldi. Harakatlarimiz shunchalik jo'shqin. Sizga kelarki o'tkalga muvaffaqiyatlik tilayman ukam. Rahmat. Kichik mayirimiz Muradiljon o'g'lim, bugungi mayirlarning ichida eng kichiksan ekansa, shunchalik naqshlaringni yemakan. Shunaqmi? Ha. Texmi yaxshi natijalar bilan o'tib ketishingni umid qilaman. Rahmat. Sana Ahmet tilayman o'g'lim. Bizning 3 numurliq mayirimiz Faziliya singlim. Sizning ovoz tusingiz shunchalik chiroyli ekan. Kiygan kiyimlaringizni o'zingizga shundan moslashgan shunchalik iliq chiroy. Sizga Ahmet tilayman ukam. 4 numurliq mayirimiz Hasanjon. Sizning o'rinlagan numeringiz ijodiyatda. To'g'ri. İcadi naqshingiz o'zingiz ijod qildi ekansiz, o'zingiz chaldi ekansiz. Bu tema mana maxsus shu bizningki yangi nava programmamizga atagan tema ekan. Shunchalik yaxshi ekan. Ikkinchi o'tkalga muvaffaqiyatli o'tib ketishingizni umid qilaman. Bizning 5 numurliq mayirimiz Rahimdin. Rahimdin enim ovozingizning tusi shunday yaxshi ekan. Shunchalik chiroyli, yiqimli ekan. Sizga mo omad tilayman ukam. Tirishing. Rahmat. Rahmat. Rahmat Faridada. Birinci numurluq mayırımızdan işki kız yapılay. Bu Rinat 18 yaş kiripsene bilen. Çıray ifadelerin seninle hemkarlaşıp çıkan kızlarınki uğurluğun
Aş MTV'deki vakalikti düşüşü, ulanın san qaytuğan inkasları, senin ula qaytuğan inkasların qarab. Bunda qarasam, sen bir pişqan artistken sen. Rahmat. 2 numurluq jigitimiz Muradil. Muradil nayt, olmaq jigitken sen de balam. Sen sahneye çıkıpla, bu sahnede senin bir olaylık fakat temtirmeydiken sende. Bu sahne xuddi uyinga o'xshash. Şu atanın aldıda ekilgendek, üzerinin içindeki var kabiliyetini to'liq namoyon qildingda. Senin de mu kelgüsde cep işlerini küssek boğdek. Men işinime sen bu kelgüsde yaramlı yigitimizin birisi bo'lsa. Rahmat. Faziliya sanımız eğer texmo işkirlep, muşi xalq naqşlarini ko'ngil qo'yib, texmo ustozlaringizniki, o'zingizniki alaydigan birlashtirib, tekst mazmuniga cho'kinib, bundakin boshqa xalq naqshini esingizmi? Siz xalqimizniki yaxshi bir xalq naqsh olib qoldiksiz. Rahmatin inim, sen birinchidan o'zingga ishon. Bu qobiliyatning o'zining ashu ota hammasi o'zi tug'mi bo'ladi. Sen o'zingga ishonsang, o'zing yaxshi ko'rgan naqshni ko'plab o'rganib aytib balkim sen uzun bo'lmay, sening xalqimiz yaxshi ko'radigan, yaxshi naqshimizning birisi bo'lib qolsa. Rahmat. Rahmat aka. Biz nava programmamizning tunji o'tkilidiki 5 nafar mahirimizning naqshlarini anglab o'tdik. Bu nava programmamizdagi haftalik yulduzimiz zodi kim bo'lar? Albatta, to'g'ri paraz qilgan tomoshabin do'stlarimizga mukofot o'yinimiz bor. Qaysi mayirdan haftalik chempion bo'lganligiga to'g'ri paraz qila olgan tomoshabinimizning Xinjiang Aziz buloq shirkati yangidan bozorga solgan Aziz Diyar markasidagi 500 yuanlik meva ichimliklari bilan mukofotlaymiz. Birinchi numurliq mayirimiz Rinat. Menimcha ikkinchi numurliq mayir Murodil bo'ldi deb o'ylayman. Rahimjonni tanlang. Bu bosqichdan zodi qaysi 4 mahirimiz muvaffaqiyatli o'talaydi? Qisqa e'londan keyin stansiya bilan Dastivot kasbiy mablag'chilikni birlikda uyushtirgan Xinjiang Chin Nuri Biofan texnika cheksiz shirkati alohida qo'llagan yangi nava programmasi Qilondaqda naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar, endi tanlash huquqi sizlarga keldi. Qo'lingizga elektronlik bilet tashlashni elib, o'zingizlar eng yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlanglar. Bilet tashlash boshlandi. 3 2 1 Natijani ko'ramiz. Sizlar chiqimda jiddiy ishlatishlarga qanday yanglashmadi? Albatta, oldi bilan keyingi bosqichimizga muvaffaqiyatli o'tgan 4 nafar mahirimizni muboraklaymiz. Muborak bo'lsin, tuvanga tushib aram ag'ash tursanglar bo'ladi. Sizning qobiliyatingizga shaxsan men intayin qoyil bo'ldim edim. Men qoyil bo'ldim. Lekin biz izchil turda davatimiz nava sahnasi hayot mamatliq jang sahnasi emas. Bu faqat qobiliyatimizni joriy qildiradigan bir sahna. Biz uchun natijaga qaraganda jarayon eng muhim. Shu jarayonda o'zingizning eng yaxshi tarafingizni namoyon qila olasiz. Shundaqmi? Mening so'zim qo'shilasiz? Qo'shilaman. Qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rguvchi do'stlar, mana siz yaxshi ko'rgan mahir tanlanmay qolgan bo'lsa, kerak yo'q. O'zingiz yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerining oldiga 33 ni qo'shib, 100 yana navosakimizga qaytirib kela olasiz. Shundaqla talaylik abon bo'lish fursatiga erisha olasiz. Tafsilotli Karvon to'rida. Qadrli tomoshabin do'stlar, qiyindaqda biz ikkinchi bosqichimizga o'tib olgan bo'lsak, bizning ikkinchi o'tibimiz Ödüge artist alaydık o. İntan birlikte Süleyman İntan Bey'in geldi ama bu yemin de çıkadı. Ben mektepte okuyordum, aldırdım kapımayız. Rit sorun şansı miyadaydı. Çıkı uçuk oturduk o. Kireye. Birinci.
Assalomu alaykum. Voy. Assalomu alaykum, Ritsorka. Avval yaxshimisiz? Men Rinat qan bo'laman. Men shu imtihon bergani kelgandim Ritsorka. Ha, imtihon beram tangas. Unda vaqt 5 minut vaqt berma. Ha, ma'qul. Heliqi 100 salikamni bilasiz. Heliqi yirik sinema operasi Chitman qana rolnaga. O'sha akamni bir doğru o'tgan ba. To'g'ri. Ajija o'tib baba. Voy. Öldürmeyiz. Kövdümüzü bak. Şu cami valla. Şu çıkıcı yakınız kıratın. Haydi be. Adari Serkan. Sen Serkan to'xta. Haqiqiy imtihon boshlayman sen. Anga deding kildi. Yumor etib bir kuldira. Yumor etib? Ha, hajat yo'q. Qizimiz kulmaymiz juma. Ma'qul. Shu boshlang'ich vaqtimizda bir yashangan o'qituvchimiz tabiat darsi beradi. Bir kuni tabiat mening opam degan dars o'tasa, annadir o'tirgan bir qiz burga gahga suldi. Ma'no ochiq keldi-da, shundan to'ldi qizni. "Ey, qubi!" Qopqan. "Tabiatchiligimi?" Qiz o'tirib, "Opa!" Uga balga. "Ey, qubi! Tabiatchiligimi?" "Qaynopam" dedi. Andar Serka. Sen ekansan. Atis deganda ijodiy bo'ldi. Oy, bunda ijod edim bada. Shu yaqinda 30 yil deganim enta modlab ketdi. Bu xalqning naqshiga o'ynandikmi? O'zimizni kim o'ynab baqayda qoldim. Shuni o'ylamash ijodiyatni bir qilib etdim-ku. Arasakka o'tirib anglayjimam ijodiyatni. Yetilayotgan yosh usulchimiz, naqshchimiz, itochimiz Rinat Hamid ijrosida usul, abjas usul, muzika. Oldin ketdim bir surmushni o'ynab pasing yo'qolib ketgan. Haydi. Qayoqqa ketdi? Mana yoqma. Rinatqan, ma naqshinimi boy bek yaxshi aytgan va itotjatimi to'ng alaylik ekan. Rahmat. Itot degani dahshat o'ynayotgansiz, lekin Uyg'ur tusig'im bek istikansizmish, oppa Gangnam Style bek o'ynatgansiz. Aslo muzik sugan bo'lsa, siz oldida o'ynasangiz, 4 riyasach keyinda o'ynagansiz, yinimda Rinqan bada bek hayajonli o'ynayotgansiz. Dahshat. Sidada. Yanmaydi texi. Unda xo'sa Rinat aramlab tursangiz, keyingi bosqichlaringizga utuq tilaymiz. Marhamat. Rahmat. Ramila unda qo'sa bizniki parvoz bosqichidagi 2-nomerli mayirimizni sahnaga taklif qilgan bo'lsa. Marhamat. Marhamat.
Ustam o'zi, qipim o'zi degina otib olsan oldu. Murodiljon, naqshni yaxshi etdik. Çok naqsh etibsiz lekin siz 12 yoshdansizmi? Ha. Naqshingiz cho'mkak qolmadimi? Yo'q. Yo'qmi? Lekin bu naqshni etishdan tasqu. Endi mushu tas naqshni etib qolsam, yaxshi etolmay qolsam, keyingi o'tmay qolaman deb ansirmadingizmi? Endi bunga puxta tayyorlik bo'lmasin maydi. Ishonchingiz bormi? Keyingi bosqichlardan yaxshi o'talaydiganingizga? Ishonchim bor. Undaqda sizga omad tilaymiz. Aramag'ashtiramsiz? Aramag'ashtiram. Siz bilan birga turib e'lon qilamsiz yoki aramag'ashtiramsiz? Navbatda keyingi mayrimizning martini birlikda uzurlaylik. Qadamlar march. Savaqdaşlar bunda sahnemde gözledim hayacanım bak. Bir xil hayacanım. Kepasklar resim tatasaman buldum açıkçası. Rahmat Faziliya. Keyingi bosqichlarda o'tishga ishonchimiz bormi? Men muzikani chaqmoq etib o'chbak jiddiylashib ketdim. Balkim kiramasligim mumkin. Yo'q. Cho'qim kiralaysiz. Kiralaysangiz ishini bizning tomoshabinlar ishidan tomoshabinlarimiz intayin yaxshi ko'rdi. Resim tatishni boshlaylik deb qo'ygansanlar kirib beradim. Unda xizmat tazliyat bilan aramag'ash keyingi bosqichlarga taraf tayyorlik qilishtiring. Ishimiz cho'qim talaysiz. Parvoz bosqichidagi eng oxirgi mayrimizning saytini taklif qilib olgan bo'lsa. Seni marhamat. Mening boshqa ortiqchilikim yo'q. Endi shu yazilgan naqshimiz Toshmamat Botir akamizning harakatini bir dorab bersam. Mushkil maharatni ko'rsatishni o'ylab qoldingiz. Mening bundan boshqa alaylikim yo'q. Yana biriga sen Toshmat Botirning naqshlarini intan yoqtirdigan o'xshaysan. To'g'ri. Shundami? Ko'p anglayman. O'sha harakatlaringning hammasi o'xshaydi. Men sendek do'rab beramayman, ammo lekin bir harakatni kam qo'ydim. O'sha abaytni shunda do'rab kelding, mushakaga o'tdi eng oxirdagi halqa mandara turib bir do'rab o'tgan bo'lsa. Ay, bu muzikani yana bir qo'yib tashlanglar, optirin bir do'rab boqsin, men bir strassi. Qani undaqda baholg'uchilarimiz qanday fikr takliflarni berdi, anglab baqaylik. Birinchi Reynat o'zi tuzgan epizod qiziqarli o'zining rolini menimcha yaxshi jari qildi. Murodil bolamiz Dutdan yaxshi chaldingda. Avjalarini chiqarding uni vaqirab. Sana rahmat. Rahmat. Faziliya, do'stingiz gitar chaldi, siz garmon chaldingiz. Bu daqiqatim nahmaydan aytgan naqshingizmi? Menimcha yaxshi bo'ldi. Rahmatin, bu da naqshni aytmay Toshbotirni do'rab berding. Meningcha bu toshni men ekranlarda ko'raman. Endi seningmi bu daqiqatim o'tgandan qilib qolmay ukam. Yana bir o'tkalga jiqara gap qilishni umid qilaman ukam. Rahmat. Rinat inam apren sizga. Haqiqatan talantingiz bor ekan. Mayli naqshida bo'lsin, mayli shu itot o'ynashda bo'lsin, yangilik yaratib mana shagird olib chiqyapsiz sizga.
Ahmet Leymevkam. Muradil oğlum, sana aferin. Seninki muş ötkelde çokum neticege erişişini ümit kılman. Faziliye sınırım. Avazınız yanılamış şunçilik caranlık yaxşı çıktı. Sınavma bu ötkelden ötüp getişinizge tilektaşımız. Rahmet. Rahimden inem Taş Mehmet Batın'ın şunçilik öz eyni doğru verdiniz. Sigma Ahmet tileyimiz. Reynat, epizodun şuna yaxşı oyundun. Bu cettim talantın bak ya. Muradil balam, sen kelgisi çoğun bir yaxşı çalgıcı, bir yaxşı nakışçı bulup çıkır ekensin. Fazile Xan, siz hem de bu keşfi garmonçı, akordiyonçı emas, hem bunu çırpınmışı, çıkınca ötkülüge, hem şu bir alaydırığınızı köşü için hep açıksız, gayretiniz zorken. Rahmeten, titik ol, canlıq ol. Taşını içinde yaxşı doğurdun. Oldu, rahmet. Nahmedandagi qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, ko'ryapsizlar. Xinjiang televiziya stansiyasi bilan Vastivod kasbiy mablag'chilikka birlashib uyushtirgan Xinjiang Chin Nuriy biopantexnik cheklik shirkati alohida qo'llagan yangi navo programmasi. Qirondaqda bizning ikkinchi bosqichimizdan qaysi 3 nafar mahirimiz 3-bosqichga muvaffaqiyatli o'talaydi. Qisqa qo'linglarga elektronlik bilet tashlashni elib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlanglar. Bilet tashlashimiz başlandı. 3, 2, 1. Senin neticelerini gördükler. Oy, bula bekleyiz körüvetti. Şimdi ondaqda 3-cü ötkülümüzge muvaffaqiyatli ötken mahirlerimizni mübareklaymiz, mübarek olsun. Mübarek olsun. Təyərli qaçdırsanlar buludu. Muşu minutlarda Nahmedandagi tomoshabin do'stlarimizga va ekran oldidagi televizor ko'ruvchi do'stlarga bo'libmi o'zingizning eng yaqin odamlaringizga deydigan ko'ngil so'zlaringiz bormi? Ikkinchi chiqib ketgan bo'lsammi, yana xushalman. To'g'ri? Shu meni bakkan ota-onamga ko'pdan-ko'p musharqalik salom yo'llayman. Menimcha siz bugungi eng yaxshi natijaga erishguchi, eng mo'l husulliq mahir bo'ldingiz. Bayı hammaylan ko'rib o'tdik. Bizning eng suyumlik baholg'uchimiz bundan keyin sizning ustozing'iz bo'lgan bo'ldi. Albatta, bu ishki ustozingizdan yaxshi ta'lim olgandan keyin navo programmamizga yangicha qiyofat bilan qadam tashrif qilishingizni qarshi olamiz. Bo'lamdi? Rahmat. Rahmat sizga. Sizga omad tilaymiz. Navo taklifimiz sizni yana qarshi oladi. Qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar. O'zinglar yaxshi ko'rgan mahir navoda keyingi bosqichga o'tolmagan bo'lsa kerak yo'q. Yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerining oldiga 33 ni qo'shib 106 266 19 ga uchur yo'llash orqali uni yana navo saytimizga qaytarib kela olasizlar. Shundaqla qalaylik abonent bo'lish kursiga erisha olasizlar. Tafsilotli karvon to'g'rida 3-chi o'tkilimiz qarindoshlar. Yürek unuşup bana yolladın, izlerini izleymen cinim. Yürek unuşup bana yolladın, izlerini izleymen cinim. Beni tatlı 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 suygellerledin, simayini izleymen cinim. Oynayan kuşam gülüşüp biz mu Mengüge ayrılmaz bulur. Oynayan kuşam gülüşüp biz mu Mengüge ayrılmaz bulur. Ey gülüm beni unutma mengü, düştümen seni bir seni.
taşlap Yazsam bu nayraqlarga Yürgün sen bilen mengüge derge Hergiz nomini sen unutma mengü Kütümen seni yaş dökün Oynadan kuşan Gümüşüp bizmo Mengüge ayrılmaz bulur Ey gülüm beni unutma mengü Kütümen seni bir seni Tanıştık koyamısınız bu yakına? Bu yak mening eng yaqin do'stim ismi Gülgar. Mush balkim 18 yosh men. Balkim deyishinglar mumkin mush naqshni aytgandan keyin mush do'stlarimning hammasi sancha kichik tursang, nima bunda cho'ng igiz yemlar chikatding degan bir savol paydo bo'lib qoldi. Men endi ularga asigapni degim bordi, lekin anlaganlardan bunda so'raydi. Mushu har qitim endi buning javobi bo'lsa, tunji qitim shu naqshni aytdim, hammanglar yaxshi ko'rdinglar. Etot o'ynadim, hammanglar yaxshi ko'rdinglar. Endi yoshlarning ko'nglini olib qo'ydik. Rahmat. Do'stlar, kelib chiqirmasizlar. Baqa. Ramila unda bo'lsa hemizga bir mayirimizni taklif qilib olamdik. Qani, chavaqlar bo'lsa, bir chavaqlar bilan taklif qilib olamiz. Marhamat. Hamrayimni bir tanıştırıp qo'ya. Hamkorlashishimiz Bu meniki sog'lishim aqida olim bo'ldi. Aqidani bir kichik so'zdan qo'yayman. Men ekranda ko'rib boqqanda qilaman aqidani, shundaqmi? Shundaqmi? Shunda.
Sizmi shu bolalarningki san'at faoliyatlariga san'at kechliklarga qatnashib tursiz deyman xana. Men bu Şinjan televiziya stansiyasining markaziy televiziya stansiyasining faoliyatlariga qatnashib baqqanman. Shuningdek bugun o'zingizga o'xshash kichik cho'lpanni bir akabsizda hamkorlash qilya. Sen tanlab turibsiz. Naqshini tayzitdan tanlayapsan-da, ha? Eng oxirgi qilib biz qarab aytilgan yerbek tez kelmedin. Xudo oldingi sondagidek just let's dance. Shunda keldinglar yana. Amma ha, bek yaxshi naqshni tanlabsizlar. Bu naqshni kim tanlab berdi? Bu naqshni o'zimiz tanlagan. O'zinglar bu naqshni bek yaxshi chiqdi deb tanladinglarmi? Ha. Haqiqatan yaxshi chiqdi. Naqshni bek yaxshi tanlabsizlar. Sizga rahmat singlim. Bek yaxshi aytib berdingiz. Do'stingiz uchun kuch chiqardingiz, do'stingizga hamkorlashib berdingiz. Sizlarga kichik bo'lsanglarmi, do'stlikning qimmatini azur ko'pdir tushungansizlar deb o'yladim mush hamkorliklardan. Davomli shunday yaxshi do'st bo'lib o'tinglar, bilamdi? Bo'ldi. Rahmat. Rahmat sizlarga. Omad tilayman. Qarqosh. Nishatiga tartibto'g'na. Yo'y, qarab zamonni bermay ketib bordi. Men bir avvalo ya to'qashdim birdi. Qilg'ingizni qilgan bo'lsangiz. Shamsiya? Ha? 2 nil oldim. Bu yaxshi oldi bir hisobda. Biz kech tomoqni yemagan qaranglar. Qani rahmat, endi sing'illarimizga shunday chiroyli naqshni bizga taqdim qilgan mush tabiiylarimizga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Undaqda bizning keyingi mayirimiz qarindoshlar sahifasida qaysi qarindoshi bilan qanday numar o'rindaydi birlikda ko'rib baqamdik. Mana Sizlar yonda bo'lsa, qarindoshingizga tanishtirib qo'ygan bo'lsangiz bizga. Bu yoq bo'lsa, Murodil ismi, mening xizmatdoshim, yaqin do'stim. Qarshilamiz. Chapachaytimiz. Rahmat. Xudo xohlasa baholovchilarimizning qimmatli baholarini olib boqamiz. Faridada. Rinat enem bu qitim bu naqshni aytib bizningki yoshlik davrimizga olib ketdi bu naqshning tekisi shunday yaxshi ekan. Keyingi qitimga sizga yana bir qitim omad tilayman. Murodiljon Uyg'urning nene degan bir bizningki
naqshimizni bizga aytib berdi. Seningmi maqatimqi bosqichdan o'tib ketishingni umid qilaman o'g'lim. Rahmat. Faziliya singlim, siz nihoyatda yaxshi o'rindadingiz. Nurg'un eslarga chimdirdingiz uka. Sizga omad tilayman. Rahmat. Xo'sh, birinchi numurliq moyirimiz Renat yağlıq bilan ifodalash bir ishqi bir naqshning mazmunini ishqinglar to'liq mayaq ichib berdinglar. 2 numurliq o'g'limiz Murodil sahna chiqarib deb olib. Faziliya, siz bundan shu gitarni tankashqanda kishilar hamsi tanishib bo'lgan naqshni birini o'rildingiz. Men uchun naqshlar ichiga kirib mazmunni yaxshi ichib berdingiz. Bu ishlardan biroq qolasizlar hozir. Abla, musobaqa ishlab chiqamiz bo'pti-ku, 300 birinchi qilamiz. Renat, sen yomon romantik ekansan, bu o'tgildan salomat tilayman. Murodil, sen bu ketin qandaşlar yomon payz o'rilding. Nan degan naqshan karamatga, nima degan harakat, usullari shunda kelgan. Asa vaqtda ham shundaq sen bilan hamkorlashdi. Salomat tilayman. Rahmat. Rahmat sizga. Faziliya abayqa naqsha aydın ayrılmayman. Bu naqshni mushu uslubda aytishni men bak yoqtirmayman. Bir gitar bilan bosi bir oydanda esa. Qadrli televizor ko'ruvchilar, bugungi fan navo programmamizdagi qaysi mayir haftalik cho'lpon bo'la oladi? Programmamizga qisqacha orqali qatnashsangiz bo'ladi. Xudo xohlasa naq maydondagi aziz qarindoshlar, tanlash huquqi yanala sizlardan. Xudo xohlasa qo'linglardagi bilet tashlashni ilib, o'zinglar yaxshi qadam qo'ygan mayirlar, pastchi keyingi bosqichda ayrılib turgan bo'lsanglar. Marhamat. Mushu naq maydondagi tomoshabinlarimizga, opangizga, televizor oldidagi ko'ruvchilarimizga qanday yurak so'zingizda birlikda anglab boqamdik. Ishqilib hammangizga intayin rahmat. Men mana shunda bir sahnaga chiqib o'zimning talentimni bir namoyon qilish bir xiyolim bor edi. Shunda bir orzuyim bor edi. Ana ash orzuyimga yetganligimdan hammangizga intayin rahmat. Rahmat. Qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'ruvchi do'stlar, bizning programmamizni ko'ruvchilarimiz izchil qo'llab kelyapti, yaxshi ko'ryapti. Albatta, programmamizni mahirlarimizni qo'llagan ko'ruvchilarimizga ko'ngil so'g'imizda biz programmamizga uchur yo'llagan shu orqali mahirlarimizni qo'llagan abonentlarimizning orasidan tanlaylik abon talab chiqamiz. Shundaqda cho'ng ekrandagi nomerlar to'xtamasdan aylansin. To'xtasin. Mübarek olsun. Yanfon numari 150-26 yeni nava 47-57 bo'lgan do'stimiz mübarek olsun. Albatta so'g'at bo'yimizda qisqacha orqali qatnashgan ko'ruvchilarimizning Xinjiang Beshik xalqaro savdo cheklanish shirkati ta'minlagan Koreyaning Miftah markali 500 yuan qiymatidagi kirim buyumi bilan mukofotlaymiz. Yana bor. Xinjiang Mustaq xalqaro savdo cheklanish shirkati ta'minlagan Mustaq markali kichikliklar bilan mukofotlaymiz. Qabul qiling. Qadrli tomoshabin do'stlar, biz yana bir nafar tanlaylik abonentimizni saylab chiqsak, ko'pchilik birlikda boshlansin, to'xtasin desak, sizlarning buyruqlar bo'yicha aparamiz. Qani, undaqda nomerlar Mübarek olsun. Yanfon numari 136-09 yeni nava 68-80 bo'lgan ko'ruvchi do'stimiz, programmamizning qo'llag'iningizga rahmat. Sizga albatta mukofot qo'yimiz bor. Onun başqa qadrli tomoshabin do'stlar, naq maydondagi bizningki qadrlik
Qo'llag'uvchilarimiz, qadrli tomoshabin do'stlarimizga ko'ngil so'g'imiz bor. Xinjiang Chin Nuri Bio Pan Texnika cheklik shirkati ta'minlagan Chin Nuri mahsulotlarini sotib bo'lgan 60 yuan qimmatga iste'mol qildi. Bundan bo'lsa bizning 4-bosqichga o'tib olamdik. Unda bo'lsa 4-bosqichimiz haftada bir yulduz. Tutarım ah tutarım, tutarım da kuşlarım. Tutarım ah tutarım, tutarım da kuşlarım. Ben mukambat olsam, olsun oynar tutarım. Ben mukambat olsam, olsun oynar tutarım. tomoshabin do'stim, zodi kim bizning bu haftalik yulduzimiz bo'la oladigandu? O'zingiz haftalik yulduz bo'la oladi deb qaragan Mahirning rad nomerining oldiga 33 ni qo'shib 106 266 19 ga uchur yo'llash orqali faraz qilib beqing. Balkim bu haftalik talaylik abon siz bo'lishingiz mumkin. Unaqa oldi bilan taraf qo'llar vakillarining zodi kim uchun qo'lidagi qimmatli 10 nomerni berganligini ko'rib baqaylik. Qani bizning ikkinchi nomerlik Mahirimiz Murodiljonga qo'lidagi qimmatli 10 nomerni berishni xohlaydigan taraf qo'llar vakillari bevositamizni ko'tagan bo'lsak 7, 3, 4, 5, 6, 7, 7 numar mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun.
Qani undaqda 3 numaralı mayırımız Faziliye'ge 10 numaradan gerisi qalaydigan taraf qula vakilleri 1 2 3 4 5 50 numar mübarek olsun. Qanamdi programımızın baş qismida 5 nəfər mahirimizin naqsını anlab bolğandan keyin ularning arasından kimning bu haftalik yulduz bo'lganligi haqida qiyos qilib baqqan tomoshabin do'stlarimiz bor edi. Bizning 200 numaralı mayirimiz bilan 300 numaralı mayirimizni bu haftalik yulduz bo'ladi deb faraz qilgan tomoshabinlarimiz qayerda o'tadi ekan? Shunday shundaqmi? Undaqda 2 nəfər ko'ruvimizdan, 2 nəfər tomoshabin do'stimizdan kimning qiyosi to'g'ri chiqar? Albatta to'g'ri faraz qilgan tomoshabinimizga mukofot buyumimiz bor. O bo'lsa Shinjang Aziz buloq savdo shirkati yangidan bozorga solgan Aziz diyor markasidagi 500 yuan qiymatidagi meva ichimliklari. Qadrli tomoshabin do'stlar, endi sizlarning tanlash huquqinglarni yurgizgan vaqtinglar yetib keldi. Zodikim bizning haftalik yulduzimiz bo'la oladi. Qisqa e'londan keyin natija. Biz programımızda yakından qo'llagan ayol riyosatchilarimizning kiyimini ta'minlagan favori kiyim-kechaklarga, shundaqla er riyosatchilarning kiyimini ta'minlagan Nazar kiyim-kechaklari shirkatiga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Bizlar eng yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlashni boshlashlar bo'ldi. Undaqda bilet tashlash boshlandi. 5 4 3 2 Netijemizi ko'rib boqaylik. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Oldi bilan hammalarga zo'q ato qilgan bizning suyimli kichik mahirimiz Murodjonga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Sizga texnik zo'r uzuqlarni tilaymiz. Inim rahmat. Rahmat. Albatta bizning 3 numaralı mahirimiz Fazil ya'ni chin ko'nglimizdan muboraklaymiz. Bizning haftalik yulduzimiz bo'ldingiz, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Bahalg'uchimizni Navalon siyatga ishlatib qo'yamiz. Marhamat.